Do'stlar va nihoyat Nedik ukamiz Madina shahriga yetib keldi. Ukam, tabriklayman. Rahmat aka. Assalomu alaykum do'stlar. Va nihoyat mana 125 kun deganda yetib keldim Madinaga, payg'ambarimizning ramzalariga. Do'stlar, hammalaringga salom aytyapman. Hammalaring shu yerlarga kelish nasib qilsin ota-onalaring bilan. Inshaalloh do'stlar. Chin dildan niyat qilinglar, havas qilinglar, Allohim beradi. Hech qachon qismaydi. Bu dunyoda hammaga beradi. Hamma qatori sizlarga ham, bizga ham bersin inshaalloh. Nima sabab bo'ldi shu Toshkentdan Madina Makka shahriga yurib ketishingizga? Nimadir turtki bo'ldimi? Nima bo'ldi? O'sha odamlar yozdi. Davay bosing dedi. Keyin bu o'ylamagan narsa edi. Tavakkalchi qoldim. Yo'lda hammasi o'tib ketyapti. Xo'p, obunachilar soni o'shanda nechta edi? Hozir nechta bo'ldi? Boshdami? Ha. Toshkentdan Madinaga yurishingizda 350 mingta edi. 350 mingtadan hozir 3 million 100 mingga yetib keldi. Shunaqa, lekin siz yurib bormang, sizga tavsiya qilmayman. Qarang. To'g'ri. Mana bir narsada bir kun kechasi uxlamasdan mahallani e'lon chiqsin odamlar. Bir kun, it quvlaydi, nimaga yuribdi deb milisa keladi. Muammo, lekin men shuncha kun ko'chada, o'rmonda, hamma joyda qolib ketdim, chidadim-da. Endi ba'zi davlatlarda yarim kechasi mozorda oldida qolib ketdim-da. Juda qo'rqinchli, lekin men odamlar menga emotsiya berib turdi, shu menga shu bilishim bo'yicha sizni qayerdadir sizga pichoq tarafmi nimalardir voqealar bo'lganmi? Nima bo'lgan? O'zingiz tushuntirib bering. Pul so'raganda endi pichoq tarashgan. Shunaqa. Tilni bilmaganman, gapirib turaverganman. Nima deganimni ular ham bilmaydi. Imo-shara bilan baxtga degan. Safar davomida 3 million 100 mingta bo'lib ketdi. Qayerda uchib ketdi obunachilaringiz? Juda ham ko'payib ketdi. Qaysi shahar yoki viloyat? Navoiyda bilsalaring mushuk topib oldim. Mushuk topib olgandan keyin hamma kuzatib qiziqib ketdi-da. Mushuk keyin tilla topib oldi yo'lda. Hamma bildi. Mushuk tilla topib oldi. Butun O'zbekiston bildi. Mushuk tilla topib oldi. O'shandan keyin aktiv, undan mushuk topib olishimdan oldin 300 mingta, 400 mingta ko'rardi prosmotrlar. Mushuk topildi. O'sha uchdi-da 2 million, 3 million chiqib ketdi. Qanaqadir Alloh sababchi bo'lar ekan, hamma narsaga o'zi burib qo'yar ekan. Niyatingiz yaxshimi? Hech narsadan qo'rqmang. Alloh sizni yaxshi yo'lga boshlaydi degan. Shu safar davomida sizga qarshilar ham bo'lgan, blogerlar, davlat xodimlari, ota-ona, shunga o'xshagan kimdir qayd bo'ldi, sanga bas. Tugat. Juda ko'p bo'ldi. Men o'sha Qozog'istonda, Gruziyalarda qaytarib yuborganda iloji yo'q qaytmoqchi edim. Keyin o'yladim, shuncha odam bosin dedi, Turkiyaga uchun dedi. Cho'rayman deb ruxsat so'radim. Turkiyaning Istanbulga uchdim. Tilni bilmayman. Imo-sharalar bilan tushuntirib keldim. Nedikdan men ham o'zim ruhlanib gapiraman. Odam oldiga bitta maqsad qo'ydimi, o'shinga harakat qilib, taslim bo'lmasdan to'lka period deb harakat qilishini tavsiya qilaman. Nedik oldinga qo'yilgan maqsadlar qanaqa endi? Chiroyli joylarda, yaxshi, bundan payg'ambarimiz uylarida ko'rishib, gaplashtiribmiz. Bu yog'i endi hali Kabani ko'rmadim. Ishqilib nasib qilsin. Iloyim. Ilohim nasib qilsin, menga ham kabalarni ushlab, sizlarga niyat qilib, Ilohim sizlar ham kelinglar shu yerlarga. Hammaga nasib qilsin. Ota-onalaring bilan baxtli kunlarni o'tkazinglar. Bu dunyoda mana milliarder odam ham ota-onasini hoji qilish bo'ladi niyati. Bu hamma odam, yosh bolani shuni to'xtatib so'rasak, niyating nima, orzuying nima desa, ota-onamni hoji qilish deydi. Hammaga nasib qilsin do'stlar. Hasad qilmanglar, havas qilinglar. Bu dunyoda yer yuzida birinchi qilingan gunoh bu hasad. Shayton olovdan bo'lgan, odam ato loydan bo'lgan odam. Shu sababli shayton hasad qilib qo'ygan. Shuning uchun havas qilsak, niyatimizga hammasiga yetamiz. Nedikni men Madina shahrida ko'rib ruhlandim va xursand bo'ldim. Agar siz ham haqiqatan ruhlanib, xursand bo'lgan bo'lsangiz, shu yurakchani qizartirib, do'stlarga, tanish bilishlarga jo'natib beringlar. Albatta manfaatli bo'ladi. Manfaatli intervyu profiliga o'tib, obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom etinglar. Albatta Nedik bilan Makka shahrida ham chiroyli video kontent intervyular qilamiz. Innamal amanu binniyat. Amallar niyatlarga bog'liqdir. Albatta bir kun men ham umra safariga boraman deb niyat qiling. Sizga ham nasib qiladi, kelasiz.